Assalomu alaykum. Men Nukusdan o'g'lim Imronbekni gemogioma bilan doktorga borgandik. Gemogioma tashxisini qo'ydi. Shunga bizlarga ekspert klinikasidagi Sultan Abdukarimovich doktorni tavsiya qildi. Hozirda bizlar o'g'lim 1,5 oylikdan boshlab Sultan Abdukarimovich doktorga kelyapmiz. Hozir o'g'lim 5 oylik bo'ldi. Gemogiomasi ketdi. Pashti ekspert klinikasida lazer bor ekan. Lazer apparat bilan gemogiomasiga lazer qo'yapmiz. O'sha pashti gemogiomasi ketdi. Ekspert klinikasidagi Sultan doktorga va boshqa vrachlarga hammasiga rahmat aytaman. Ishlarga rivoj tilayman. Rahmat hammaga. Hozirgi paytda bu patsientga bizning klinikamizda DK lazerlarida 2 marta muolaja o'tkazilgan va hozirgi paytda yaxshi natija ko'ryapmiz va davolanish davom etyapti.